Assalomu alaykum do'stlarim. Yangilik bor. Max Beton and maxsus temir qoliplar ishlab chiqaradigan korxonamizda yana bir yangiligimiz bor. Bu aslida yangilik emas. Oldin ham aytganmiz, paragenerator deb aytganimiz. Bugun bir qator istana qilib ko'rsatmoqchimiz. Manda yuraylik. $50 kilovatli paragenerator ko'rsatning yaqinroqda. 50 kilovatgacha bo'lgan paragenerator hozir 20 kilovatda ishlayapti. Hozir biz buni mana shu qolipimizda tagiga haydab bir sinovdan o'tkazamiz. Tagiga ulaylik. Tagiga ulandi hozir. Yo'q o'ting aka. Stalba qoliplar uchun maxsus ishlatiladigan GB mahsulotlarini har qanday turiga ishlatiladigan paragenerator deydi. Elektrichniy parakatyol. Paragenerator desa ham bo'ladi, parakatyolar desa ham bo'ladi. Xo'p, komplekt ichida shiti bo'ladi, alohida mana shu turgan katyol holati. Bu nimalarga ishlatiladi? Beton zavodlarida har qanday turdagi beton mahsulotlar ishlab chiqarish uchun qoliplarni tagiga, ayniqsa para rubashkasi bor qoliplarni tagiga ulanadi. Qishki mavsum, haligi namgarchilik holatlarda ulab quritish uchun. Yangi endi ish boshlayotgan beton mahsulot ishlab chiqaraman degan mijozlarimiz uchun o'zimiz bu yerda istana qilib ko'rsatyapmiz. Mana bu yaqinroq kelsangiz, biz bu yerda hozir o'zimizni temir qolip ishlab chiqaradigan korxonamizda toklarni u yerdan ulab bir tekshirib sinovdan o'tkazyapmiz. Mana hozir stalba qolipimiz 11 metrlik stalba qolip tagiga uladik. Tusurimiz o'rtadan ulangan, ikki yoqqa hozir par ulanishni boshladi. Mana hozir qo'lni qo'ysa, uje qizidi mana. Hozir. Endi bu yerda asosan plita uchun, stalba uchun, Li5 latolar uchun ulasa bo'ladi. Bu narsani faqat bitta narsa bu yerda oldin proparishli katyollar, kameralar bo'lardi. O'shanga qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. 6 ta 7 ta qolipni birdaniga qo'ysa bo'ladi. O'zimizni korxonamizda ishlab turgan Azbek degan energetikimiz bor. U iminoy borib, ustanovka qilib, o'rnatib, ishlatib berib keladi. Isiyaptimi? Qiziyapti o'sha? Yo'q, bayaqlar isimabdi hali. Ha. O'zi mana maylar siyapti. Mana par o'zi maydan chiqishni boshladi mana. Ko'ryaptimi kamerada? Beton quyilgandan keyin salafan bilan o'raladi bu. Mana battery latoklarimiz, bularga ham mana shu joyga shtusurni qo'yadi. Yonbosh tomoniga shtusurni qo'yadi, tagini yopadi. Bo'ldi, ulasa bo'ladi. Misol uchun 50 kilovatlik bitta parakatyolimiz misol uchun kamida bir 5 ta manaqa stalba chiqaradigan qolipga ulasa bo'ladi. Kamida. Bular endi yangilik emas. Vibropresslarimiz tayyor bo'ldi. Kimga kerak bo'lsa, zamkoviy kolsa chiqaradigan, euro kolsa chiqaradigan qoliplarimiz. Vibropress bu uskuna bular, gidravlический. Yangi yana bitta mahsulotimiz bor. Bu ham KD forma deyiladi. Shaharlar ichlarida latok o'rniga o'rnatilayotgan trubalarni soedinit qilib ulab beradigan perixatnik kolsalar deyiladi bu. Bundan shunaqa chiqadi. Bular hamma yo'g'i yechiladigan bo'ladi bu. Bitta qolipda bir kunda 2 mahal 2 tadan quysa bo'ladi. Misol uchun mana shu hozir 5 ta qolip bo'lsa, bir kunda 10 ta quysa bo'ladi. Tak bu yerda Li5larimiz bor mana. Bunga par rubashga qo'yib par ulasa bo'ladi. Bu yerda mana bardurlarimiz bor. Bardur endi doimgidek ko'rsatyapmiz doim. Bardurlarimiz ham bor. Kimga mana shunaqa metaloformalar, vibropress va boshqa uskunalar, parageneratorlar, GB mahsulotlar ishlab chiqaradigan GB'lar uchun har qanday turdagi murakkab turdagi temir qoliplar bilan
temir qoliplarni ishlab chiqaramiz va yetkazib beramiz inshaalloh. Rahmat hammaga, sog' bo'linglar.